banklarda, mahallalarda tadbirkorlar bilan uchrashib, banklardagi imtiyozli kreditlar to'g'risida ma'lumot berib, ulardan ajratilgan kreditlar hisobiga bo'sh ish o'rinlarini yaratish topshirig'i berilgan. Bugün shu qabulimiz Diyor mahallasida Inobatdagi qabul. Bu yerda bizlarda banklarda bo'layotgan imtiyozli kreditlar haqida bir ozgina tushuncha bermoqchiman. Jismoniy shaxslarga, o'zimiz band bo'lgan fuqarolarga, ya'ni yangi tadbirkorlik boshlash istagi bo'lgan fuqarolarga o'z-o'zini band qiladi va mahalla bankining tavsiyanomasi asosida mahalla loyihasi bo'yicha 50 milliongacha 25%dan ayol kishilarga bo'lsa 23%dan 2 yil imtiyoz davridan 5 yil muddatga ajratib beriladi. Bundan tashqari yana o'zimiz band qilganlarga 12 milliongacha, bunda ham o'zimiz band qilgan fuqarolarga bu yerda mahalla bankining tavsiyasi asosida 12 milliongacha ajratiladi. Buni ham foizi 25%, ayol kishilarga bo'lsa 23%. Bundan tashqari yuridik shaxslar uchun imtiyozli kreditlarimiz bor. 100 milliongacha kamida 1 yil faoliyat yuritgan tadbirkorlik subyektlariga 100 milliongacha garovsiz, ya'ni bizning tumanimiz ikkinchi toifaga kirganligi sababli 22%dan. O'sha tadbirkorlikda ayol kishi rahbar bo'lsa 20%dan 100 milliongacha ajratiladi. Bu 312-qaror bo'yicha, ya'ni 300 milliongacha bo'lsa garov ta'minoti orqali kredit mablag'lari ajratiladi. Bu ajratilgan kreditlar hisobiga kelajakda yangi ish o'rinlari yaratish kerak bo'ladi.